Bu men Fayza. Bugun biz ya'ni shu Snake.io degan o'yin, Snake ilon degan o'yinda o'ynaymiz va bunda boshlandi va ana bu tepada ko'rib turganlaringdek bu yerda nechta ilon o'ldirishimiz aytib qo'ygan ekan, ya'ni 75 ta ilon o'ldirishimiz kerak ekan va buni men qilishim kerak. Va men o'yinda oxirida nima bo'laman? Mayli. Boshqatdan boshlaymiz, kelinglar. To'xtanglar, biz qancha ilon ochilganini ko'rmadik. Ana men eng kattasi 4520 bo'pman. Ya'ni o'zim rekord urgan. Lekin bu eng katta ilon emas. Hali bunda 100 mingdan oshgan ilonlar ham bor bu o'yinda. Va men oldin YouTube'ga chiqmasimdan oldin ham shuni o'ynagan edim va bunda men 100 mingdan oshib 1 millionga chiqardim shu o'yinda. Ya'ni buni siri bor, internetda yoqish kerak va bunda umuman o'lmaysiz. Va shuni tekshirib ko'ringlar. Faqatgina 10 imkoniyat beriladi sizlarga. Shuning uchun boshladik. Bu ilonlarni o'ldiramiz. O'ldirishda yana bitta zo'r yo'li bor. Ularni o'rab olish. Bu yaxshi deb o'ylayman. Tezlashamiz. Men video davomida shunchalik katta ham bo'laman. Hozir esa shunchamiz. Menimcha bu qalqon olgan. Ya'ni menga tegsa ham o'lmaydi, atrofimdan o'tib ketaveradi. Shunaqa narsani olib olgan. Shuning uchun ham chiqib ketgan bu. Boshqachasiga kim ham chiqib ketadi? Yo'q. Baribir chiqib ketdi. Necha shular chiqib ketaveradi? Xitoyniki bilan shunda. Tabala payqir. Tabala paqar. Eng kattasi 4000.
Birinchi maqsad o'yinda 10.000 ga chiqish. Keyingi maqsad 20 ming. Va bunda sizlar yordam berasizlar. Qanday desanglar, obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, shu menga katta yordam bo'ladi. Va unda yana videoni tezlashtiramiz. Sakkizinci bulutumuzu yeni videomu başlayacağım. Va shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Va nimaga bunaqa desanglar, men Wi-Fi ulaganman. Keyingi videolarda shunaqada sizlar bilan men bo'lamiz va video tamom.